Nimadir gerek oladigan bo'lsa, shuni velikan oyoq kiyimlar gerek oladigan bo'lsa, yana qaranglar. Baribir ichini oyoq suqib ko'rganingizdan keyin ma'lum bo'ladi. Qolini yubkadan bo'ladi. Qorasi, sinisi, bunda koja varianti bor. Bular ham velikan xilisi. Bunda yana qaranglar, derisini, probasini ko'rsatib qo'yadi. Odam aytadi-ku, endi chiqqat yoqadi-ku zajigalkada, imdat tutib turadi-ku. Bunda uni tutib turish emas, yani farsonkal zajigalka buni katsangiz ham bor. 45 dan to 48 gacha razmerlari bor. Yeng. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda velikan oyoq kiyimlar bo'ladi. Kimnidir oyoqi 48 dan to 46 gacha, 45 gacha bo'ladi bo'lsa, aynan bu video shular uchun bo'ladi. Bu videoda hozir velikanni oz ko'rmanglar. Aramda barsopkalar ham bor. Barsopkalar ham ko'rsatamiz. Ularni ham sizlarga birin-birin tanishtiramiz. Kimga nechga kerak bo'lsa xarid qilishi mumkin. Bu yerda har xil narxda bor. 400 ming ham bor, 600 ming ham bor, har xilisi bor. Qo'jasi, busi bir yandan podrobniy ko'rsatamiz. Nima uchun? Aralashtiribdi, chunki velikan kam bo'lgani uchun, aralashtirgani uchun sizlarga birin-birin ko'rsatamiz. Sizlar qaranglar, yangi bunda 46 razmeri bor, yana 300 ming so'm. E'tibor beringlar, 300 ming so'm. Bunda esa Mekamellos'niki hozir buni narxi necha so'm ekan buni? Buni narxi hozir buni narxi buniki yo'q ekan, yana buniki necha ekan? Buniki ham 300 ming so'm ekan. Azizlar, bu korishnoyniki ham 300 ming so'm. Hozir sizlarga bir yandan ko'rsataman. Kimgadir klassik, kimgadir makasin bo'ladi, kim o'zine gerekeni oladi. Qarang, bom 300 ming so'm. 45 dan to 48 gacha razmerlari bor. Yeng. Bom 300 ming so'm. 45 dan 48 gacha razmerlari bor. Klaksniki. Bunda etorni originali. Bular hammasi Xitoyniki bo'ladi. Etorniki, buniki sal qimmatroq chiqadi sizlar. Hozir buni narxini aytaman. Buniki 45 2 danasi bor ekan. Buni narxi 450 ming so'm ekan sizlar. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa 450 ming so'mdan. Bu ichi deri, usti deri, hamma yeri deri bo'ladi. Sifati yaxshiroq. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa etor originali. Buni ham eshitdingiz narxini. Bunda Mekamello bom shu 300 atrofi bo'lsa kerak. Bom 47 razmer. Buniki 45 dan to 48 razmergacha bor. Oyoqlari yaxshi yo'lan katta odamlarga to'g'ri keladi. Yana qaranglar, bunda 600 ming so'mdan bor. Bu Milano deganniki, даже icham zo'r narsa. Yana qarang, qo'y derisidan bor. Xullas, sochni bo'lib turgan razmerlari 45 dan 47 gacha bor ekan. Hozir bizda 47 dan 2 dana, 46 dan 2 dana, 45 dan 1 dana bor ekan. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni velikan oyoq kiyimlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana qaranglar. Baribir ichini oyoq suqib ko'rganingizdan keyin ma'lum bo'ladi. Qolini, yubkasi, bu yerda yine hamma narsasi ko'rinib turibdi. Bu Bartoni deydi. Velikan narsa, zo'r. Yangi bunda 300 ming so'm. Savol: nechun bu 300, nechun bu 600? Kim biladi? Ofarin topdingiz. Bu koja xilasi, bu koja mas xilasi. Farq shundaki, olinishini qaraydi. Bunisi sal arzonroq qilingan, sal emas endi dim. Bunisi sal qimmatroq qilingan, sal emas endi dim. Shu gelish narxini qaraydi, tayyorlangan materialni qaraydi. Osh evazi uchun qimmat bo'ladi. Har birisini o'zine yarasha nasi bor. Kamchiligi, afzalligi bor. Qarang, bom 300 ming so'm, 45 dan 48 gacha bor bom. 300 ming so'm. Sizlar bunda yana sini xilasi, qora xilasi. Bu narsani ko'pincha bor-ku, o'zi gavdasi yosh, lekin oyoqi ulli odamlar молодежный variant qarab yuribman. Ko'pincha starillarniki bor, молодойlarniki yo'q, deydilarga to'g'ri keladigan bo'ladi. Bu men enimdagi doykalar ham, jinsilar ham hammasi bilan tushadigan bo'ladi. Qorasi, sinisi, bunda koja varianti bor. Bular ham velikan xilisi. 46 dan 48 gacha bor hozirda. Yine kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib xarid qilishlari mumkin. Ha, bu black ekan. Blackda turdi, blue'da ham blue'da turdi. Bunda yana Bartoniniki, bom shu 600 ming so'mligi. Sizlar bir narsani e'tibor beringlar. Xullas, nechun qimmat deganda bor-ku, kelib turib qaysi birisi mazali ekan, qaysi birisi zo'r ekan degan savolni beringlar. Keyin o'zlari narxi, sifatini aytadi, oyoq kiyimlarni o'zi aytadi. Erinmay o'tirib gig ko'rsangizlar topiladi sizlar. Bom 600 ming so'm. Bom
300 ming so'm. Xo'sh, 600 minglikni 46dan 45dan 48gacha razmeri bor. 47sini olib qochib bo'lar lekin. Yangi bunda sini qilsa bombidan 600 ming so'm. Sini qilsa bunda yana qaranglar, derisini, probasini ko'rsatib qo'yadi. Odam aytadi-ku, endi chiqqa yoqadi-ku zajigalkada, imdat tutib turadi-ku. Bunda uni tutib turish emas, yani farsonkali zajigalka bilan katsangiz ham bor-ku. Bu yonmaydidan kichaysa uni yonmaydi. O'zi aslida shunday bo'lishi kerak. Shunda yoqib ko'radiganlar uchun esa отдельный пробники bor. Bu da ya'ni oshing halol bo'lsa ko'chada yeydiganning gap. Qarang, yumshoq qo'sha narsa. Qo'sha narsa baribir o'zini ko'p vaqt boradi. Narxi 600 ming so'm. Razmerlari 45dan 48gacha bor. Ya tayyordir dina. Qarang, 45, 47, 47, 46. Bunda 48 ni ketib qolibdi. Ko'rdingizmi? Chaqqan chiqib turadi. Bunda esa 300 ming so'mdan bu Loro Piana, bu молодежный yosh bolalar uchun, gavdasi ullu, oyoqi ullu bolalar uchun 47dan 48gacha bor. Qarab topib beramiz. Bundan 300 ming so'mdan yana makasin qilisi yumshoq narsa. Eng yumshoq narsa. Bunda yana qarang, 45, 46, 47si bor yana. Narxi 300 ming so'm. Bunda yana bom 300 ming so'm. 47, 47, 2 dana 47 qilgan. Bom 300 ming so'm. Bom deri narsa. Bunda yana Velikan qilisi 280 ming so'mdan, 280 ming so'm. Bom Loro Piana dedi. Yumshoq narsa yana qarang. Yumshoqida yana sizga ko'rsataman. Qarang. Gördingizmi? Men ne uchun barmoqim bilan bukib turibman? Sizga yumshoqligini ko'rsatish uchun yumshoqligini shunday deb bir barmoq bilan ko'rishingizni bukib ko'ring qani, bukilaman ekan. Xo'sh, bundan Velikan Barsop kelaba 320 ming so'm, 320 ming so'm. Buni ham 46, 46, 47, 47 qilgan 320 ming so'm. Sizlar to'g'ri, hozir sizlarga yana ko'rsatamiz. Bu anda Velikanni. Keling hali. Velikan Barsopka dedilar. Yangi bunda bu krasopka deyin. Lekin ichi deri sifati zo'r uzatilgan 47 razmeri, narxi 330 ming so'mingizlar. Kimga kerak bo'ladi bo'lsa, buni sini xilisi, koja xilisi, zamush xilisi bor. Yangi bunda koja xilisi buni 45dan to 48gacha bo'lishi kerak. Hozir sizlarga aytaman. Bu 47, 44, 48, 47. Demak 44 bor, 45 yo'q. Bunda yana bir xilisi. Ko'pchilik aytadi, ti oqi chiroyli deydi. Ko'pchilik aytadi, ti qorasi chiroyli deydi. Men lekin ikkisini ham qo'shilaman, chunki buni organda ishlaydigan odamni oldi. Doğrusunu aytganda. Oddiy akkuratni ekan. Buni esa ko'pincha ofisda ishlaydigan odamni oldi. Bom oddiy akkuratni. İkisini ham gapi to'g'ri. Aytadi-ku qiziqchilar, meni gapim gulgulmasin desa, seniki ham gulguli deydi. Uniki ham gulguli deydi. Hozir bunda shunday. Qaranglar, bu Velikan narxini aytdik, 330 ming so'm. Bularning normal razmerlari ham bor. Bunda bom 340 ming so'm deydi. Qarang. Aytganimni. O'zi sini, podoshi oq, eng hadoyi. Bu degani bizning yosh vaqtimizda Polyux'ni ikki bo'lar edi. Yoki Lasetti'nin ikkinchi pozitsiyasi bo'lar edi. Eng hadoyi bo'ladi. Chunki ham narxi arzon, ham qulayliklar bu. Aynasi bunday diklaradi. Bunda shunday narsa. Bu degani salgina qimmat beriladi. Ne uchun? Hemen talabi bor. Bu ko'proq o'tadi. Bizlar ham agar shundan 5 ni ber desang, yo'q beramiz deydi. Bo'ladi olasan deydi. Yo'q, shundan 5 ni ber ko'r desang, yo'q beramiz deydi. Ne uchun desa, bundan oz chiqaradi zavod deydi. Bom shunday bir rang tanlashna, mana borganda tovar olganda bezib ketasa, xullas bu 340 ming so'm, 45dan 48gacha kimga kerak bo'ladi desa, ichi koja, deshi koja, hamma yeri koja xilisi bor. Bu hali biroz vaqt keladigan narsa. Yumshoqligini ko'rish uchun stirkasini ko'tarib, oyoqingizda ishi bor-ku, so'llab turadi. Yumshoqligini aytib turadi. Ichki tikilishini ko'rsangiz, sahna artini ozoda etib, chiroylatib tikilgan. Ko'rdingizmi? Sahna arti ham chiroyli. Sizlar Kral Brand sizlarga shuni ko'rsatib turibdi. Bir yandan bu videolarni ko'rib turib bor-ku, uyingizda o'tirib do'konga endi bo'lasizlar, bemalol xarid qilasizlar. Endi azizlar, Velikan tamom bo'ldi. Endi normal tuflilar bilan boshlaymiz.
tufli sal qimmatroq qilsa bo'ladi. Bularni nima uchun ko'rsatamiz? Bularni bir yandan ko'ring, yoqsa kelasizlar, yoqsa boshqa yerdan qidirsangiz ham albatta bizlardan qimmat topasiz. Sizlar bu videoni ko'rdingizlarmi? Yoqdimi? Like bosinglar, jo'ralarga tarqatib qo'yinglar. Chunki Xorazm ahli shu videoni ko'rib turib, endi o'tirganning narsalarimizdan xabarini topib, qahvalarini ichib xarid qilmoqqa kelsin degan maqsadda narxlarini aytib turibmiz. Razmerlari bilan nerda ishlab chiqarilganlarini. Bizning videomizda aldashma yo'q. Bizning do'konda ham aldashma yo'q. Koja bo'lsa koja deymiz, koja bo'lmasa koja demaymiz. Obuna bo'lishni, like bosishni yoddan chiqarmanglar sizlar. Viloyatlardan bizani kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, biz BTS pochtaga keldik. Sizlarga mahsulotlarimizni nechik tartibda yetkazib beramiz. Shularni xudo xolasa bir qator obzor qilib beramiz. Hozirda BTS pochta Xorazm viloyati Al-Xorazmiy ko'chasiga keldik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda ishonch raqamlari yozilgan. 12:30 ga telefon qilasiz. Agar tovaringiz gaming qilsa, bizlarga telefon urib bezovta qilib o'tirish umuman hojat yo'q. 12:30 ga telefon qilib, telefon raqamingizni aytsangiz, pochtangiz nerda ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin o'zlarining telefon nomerlari bor. Har bir viloyatda, har bir shaharchada, har bir tumanda xohlagan joyingizda yashaysizmi? Bizlarga zakaz qilishdan oldin kiyimlarni, mahsulotlarni screenshot qilib olasizlar. Keyin yashash manzilingizni aytasizlar do'stlar. Telefon qilgan holda biz sizlarni yashash manzilingizga eng yaqin manzildagi BTS pochta shoxobchasini kiyimlarni jo'natib beramiz. İçine girib bir dana giyim mahsuloti necha so'mdan ketadi, nechik tartibda bo'ladi, bir qator obzor qilib beramiz do'stlar. Qo'limdagi bu paket ichida biza bir haftada yuboradigan mijozlarimizni ro'yxatlari bor. Ular hozir o'z kiyimlarini xarid qilib, giyib, maza qilib yuribdilar do'stlar. Hozir ichanda bir qator savol-javob qilib bilib olamiz. Bir dana giyim, ya'ni bir dana Montana sportivga, ya bo'lmasa bir dana dvoyga necha so'mga boradi. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Hozirda sharoitlar yaratilgan, ko'rib turganingizdek, primerishnilar har bir pochta shoxobchasida sizni yashash joyingizdan primerishnilar bor. Ya'ni primerishni degani sizga mahsulot keladi, paketni ochasiz, giyib ko'rasiz. Agar sizga razmeri to'g'ri kelmasa, xudo xolasa yana shu orqasini, ya'ni bizga jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Biz yana sizga almashtirib sizlar loyiq razmerini xudo xolasa yuboramiz. Lekin bunning holat bizada mingdan bir dana bo'ladi desak ham bo'ladi. Nechun esa 20 yillik tajribaga ega odamlar, ya'ni bizlar sizlarga xudo xolasa o'z razmerlaringizni, og'irligingizni aytsangizlar, keyin bo'yingizni o'lchamini aytsangizlar, o'z razmerlaringizni to'liq xudo xolasa yuboramiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, primeshlar ichini ochib, giyib bo'ldi, bo'lmadi, bemalol aytaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga do'stlar. Bu yerda yana oynalar bor, yarashganini ko'rib, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bizani strafovkamiz, ya'ni bizlardan ko'p mijozlar xarid qiladi, kiyimni xarid qiladi. Pochta pulini addini bo'ladi, kiyim puli addini bo'ladi. Keyin beri uyina borib giyib ko'radi. Bir marta shunday mijozimizda shunday случай bo'ldi, anglashilmovchilik bo'ldi. Keyin shu bo'lmagan mahsulotni yana bizlarga qaytarib berdi. Biz almashtirib berdik, lekin qaytarib bergan vaqtida pochta pulini to'lab bermadilar. Bizda optim narxlarda bo'lgani uchun sizga kelish pochta puli ham, sizda razmer bo'lmagan taqdirda bizlarga yuborish pochta puli ham sizdan chiqadi. Shuni diqqat bilan e'tiborga olinglar do'stlar. Hozirda bir dana mahsulotimiz necha so'mga keladi, bir qator so'rab o'tamiz. Navoiy Vasfot, Chirchiq, keyin Toshkent, keyin Toshkent, ko'proq Toshkentdagi mijozlarimiz aktiv. Qarshi, Olmaliq, Toshkent, keyin Sherobod, Qarshi, Qo'qon. Do'stlar, bu bizani bir haftalik mijozlarimizni ro'yxati, ya'ni bizlarga zakaz qiladi. Biz shu shaklda yaramiz. Bir dana kiptansa, ya'ni shunday shaklda bir dana kiptansani o'zlarimizda olib qolamiz. Bu mijozga yetib bordimi, yetib bormadimi so'rab surishtirish uchun telefon raqamlaringiz yoziladi, kilosi, summalari yoziladi. Yekom shaklini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Yekom deganimiz biz ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz, mahsulotni borgandan keyin pulini to'laysiz, hozirdan oldindan to'lov qilmaysiz deb aytib o'tganmiz. Do'stlar, Yekom shartnomasi bo'yicha shunday bo'ladi. Siz 100 ming so'mlik mahsulot bizdan xarid qilsangiz, masalan, 103 ming so'm deb yoziladi do'stlar. BTS pochtaga kelgandan keyin siz 100 ming so'm emas, 103 ming so'm to'laysizlar, to'lov qilasizlar. Nechun? Bu borgandan keyin, ya'ni siz mahsulotni olganingizdan keyin to'lov qilinadigan summa. Agar
Eğer eldimden to'lov qilaman desangiz, oldindan to'lov qilaman desangiz 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni o'zini to'lov qilasizlar. Hozirda yana sizlarga bir ko'rsatib o'taman, qarang. Bizlere 1 milyon 203 ming so'm kelgan. Keyin 1 milyon 166 ming so'm bize qo'limizga olganmiz, qo'limizga degan 36 ming 90 so'm 3% BTS pochtaga xudo xolasa to'lanadigan. Ya'ni siz bergan naqd pulni yoki plastik kartani bizlarga olib kelib berish uchun bizlardan 3% olishadi. Shuning uchun mahsulotlarimizning ustine 3% qo'shishga majbur bo'lamiz. Siz oldindan to'lov qilinman desangiz, borgandan keyin to'lov qilamiz desangiz 3% qo'shishga majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Hozirda bir dona pochta bize mesela shu pochtangizdan bir dona berib turasiz endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namuna sifatida bir dona pochtani olib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Bu mesela Xorazmdan mesela hozir men geldim. Shunday o'lchamda giyim, ya'ni bir dona Montana Sportivga ya dvokek geldim. Shuni Toshkent Sergeli mashina bozorina chiqarsak necha so'm chiqadi? Shuni ko'rib bering. Oldin tovarni ölçemiz. Miktarını. 920 gram çıktı. 920 gram. Bizada 1 kilogacha 30 ming so'm bo'ladi. Toshkentda chiqish bahasi. Upakovkasi bilan 2 ming so'm qo'shiladi. Upakovka bahasi 32 ming so'm bo'ladi Toshkent Sergeliga. Keyin qaysi viloyatdaligini qarab baholar o'zgarib boradi. Agar vodiy tomoni, masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'lsa 40 ming so'm miqdorda bo'ladi. 1 kilogacha bo'lgan. Agar gabarit bo'ladigan bo'lsa, Gabarit bo'ladigan bo'lsa, yo'l sumkalari, keyin chemadonlarni zakaz etsak. ularni o'zlarimiz gabarit o'lchaymiz. Bo'yi, eni, balandligini qo'shib 6 mingga bo'lib, shunda necha so'm narsa kelib chiqadi, summasi, to'lov summasi. Uni azaldan naqd bo'lmaydi. Uni o'lchamayincha bilib bo'lmaydi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentlar obunachilarimiz kuzatib o'tirgan bo'lsa, bir dona sportiv case, masalan, hozir bu 920 gram chiqdi. 1 kilosi 30 ming so'm ekan, to'g'rimi? 1 kilosi 30 ming so'mga boradi. Shuning uchun menimcha shu ham ishonchli, hem arzon BTS pochtadan foydalanganlaringiz ma'qul. Bizlar ham udobni shu. Taksilardan barabar ya bo'lmasa yo'l mashinalaridan barabar deb o'tirmaysizlar. Xudo xolasa to'g'ri zakaz qilasiz BTS pochtadan 2 kunning ichida uyingizga borib turadi. 2 kun 3 kun. 2 kun 3 kun. Hamma nechadan ne bor? Shoxobchasi bor BTS pochtaning butun O'zbekiston bo'yicha. 200 dan ortiq filiallarimiz 200 dan. mavjud. 200 dan ortiq. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda 200 dan ortiq BTS pochta shoxobchalari bor ekan. Bemalol zakaz qilsangiz o'zingizni uyingiz yonindagi BTS pochtaga yuboramiz xudo xolasa. To'lov tartiblariga keladigan bo'lsak, to'lov tartiblari xohlasangizlar naqd pul, xohlasangizlar mana kredit orqali to'lov qilsangizlar ham bo'ladi. Pochtaga kelasizlar, 3% qo'shilgan holda to'lov qilib, mahsulotingizni olib ketaverasizlar. Agar oldindan to'lov qilaman desangizlar 3% qo'shilmaydi. To'g'ri 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni to'lov qilib bizlar zakaz qilasizlar, 100 ming so'm to'lov qilib, borib pochtadan keyin tovarlaringizni qabul qilib olaverasizlar do'stlar. Shunday sharoitlar yaratilgan, primerishchilar bor. Ko'rib turganingizdek 200 dan ortiq butun O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda BTS pochtaning shoxobchalari bor. Sizlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ham yo'l narxlari arzon bo'ladi, ham siz uchun, biz uchun ishonchli bo'ladi. Biza optim narxda kiyimlarni sotganimiz uchun yo'l kira haqqini, ya'ni yo'l pulini biza o'z zimmamizga olmaymiz do'stlar. Borish ham, kelish ham o'zingiz zimmangizda bo'ladi. Xohlasangizlar 4 marta deysizlarmi, xohlasangizlar 5 marta deysizlarmi, kiyim mahsulotlarimizni almashtirib beraveramiz. Lekin almashtirib berish degani, ya'ni razmer bo'lmasligi 1000 dan 1 marta bo'ladi. Videoni oxirida manzilni qo'yib o'taman. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar, manzilni ko'rib, do'konimizga kelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar bo'ladi. Kral brend 9 etajli domni binoni birinchi etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajakmiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qarang, Oxim Muhammadchidi bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lni to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu Charraxa sen Murat Maqsad Charraxasi hisoblanadi. Charraxada Kral brend manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni, ya'ni shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral brendning yangi manzili. Hammaga ma'lum Tomaris Nur gipermarketi, Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l hammasi shunga olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rindan даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hundan seyr bo'lib turgan domlar вечерний yarmarkaning domi. Ishi yo'l Jaloliddin Manguberdi
yodgorligini oldindan doğrudan-doğru Kral Brend'e keladi. Siz Jaloliddin menga berdi. O'ng qo'lingizda qoladi Tomar Esnur, chap qo'lingizda qoladi. Doğrudan-doğru burilming desangizlar Kral Brend'ning manziline Murat Maqsad perikroskasini duch kelasizlar. Ya'ni topishingiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum 5 ni ko'piri Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xonqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi 5 ni ko'pirini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l otishingiz qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницасының yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar Kral Brendning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad perikroskasini, qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar geyishda keladigan bo'lsangizlar, geyishda charraqa bo'ylab, yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Hunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, yana bitgan dom. Shuni elimda sal o'tgandan keyin Toshkentdan keyin hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish charraqadan o'tasizda, unda bir charraqa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad perikroskasi bo'ladi. Ya'ni Kral Brendni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi sizlar. Topshingiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostuna "Mestani topdim" deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'rat tushuntirdik deb o'ylayman, xudo qalasa.